aniq toj garchi yoqut garchi zardur, haloyiq boshiga bitgan zarardur. Bu baytning ma'nosiga ilgari tushunmagan edim, lekin bu so'zlarning ma'nosi katta ekan. Ammo endi men o'z qismatimizga qanday javob qilishni yaxshi bilaman. Xalqni baxt sari eltuvchi toji taqdir emas, xalqning o'zi ulkan bog' bunyod etib, undan bahramand bo'ladi. Farhodning jasoratini xalqning o'zi shak shubhasiz davom ettirishiga iymonim komildir. Zero qachonlardir kishilar meni o'z buyuk hamkorliklariga chorlagaylar. Shunda men o'z she'rlarim bilan labbay deb javob bergumdir. Endi men butunlay ketaman. Ijodimga, barhayot xalqim huzuriga ketaman. Alvido.